بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Ramazon oyi ro'zasini tutmoqni bizlar uchun farz qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Ramazon kechalarini bedor o'tkazmoqlikni bizga sunnat qilgan Rasul akram Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'alta al-hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Alloh subhanahu va taolo umid bilan kunduzlari tutayotgan ro'zalarimizni dargohida qabul aylasin. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni ham Alloh o'zi dargohida qabul aylasin. Azizlarim, Ramazon oyi g'animat fursat. Bu oyni xayroti, barakoti nihoyatda ko'p. Ana o'sha xayrot barakotlardan biri ma'rifiy suhbatlardir. Dinimizni o'rganishimiz, diyonatimizni o'rganishimiz, shariatimizni o'rganishimiz va ko'p foydalarga sabab bo'ladigan suhbatlar bo'ladi. Alhamdulillah, Alloh o'zi nasib etib ko'pgina aziz insonlarni tashabbusi, ko'magi, xizmatlari bilan bu yil ham turkum suhbatlarni o'tkazishni Alloh muyassar qildi. Bu turkum suhbatlarga Ramazon tuhfalari deb nom ham berdik. Inshaalloh mana shu suhbatlardagi har bir so'z siz bilan bizga ilohiy bir tuhfa bo'lib, bu dunyo va oxiratimizni baxti saodatiga sababchi bo'lsin. Hozir men sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan so'zim o'ta muhim narsa. Shuning uchun avvalo menga Allohdan yordam so'rab duo qilinglar. Qisqa so'zlar bilan buyuk bir ma'nolarni ifoda etishga Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Qolganiga sizlar o'zlaringiz diqqat bilan tinglab turinglar. Chunki bu gaplar hali hanuz hozirgi aytiladigan shaklda aytilgan emas. Mana shu turkum suhbatlar davomida, tayyorgarlik ko'rish davomida ba'zi bir azizlarimizdan o'tinch bilan iltimos tushdiki, suhbatlardan birida islomiy mazhablarni, musulmon ummatini birligini saqlash borasidagi o'rni, ahamiyati to'g'risida bir suhbat bo'lsa. Bu degani bemazhablikni teskarisi ma'nosini ifoda bo'lsa degan iltimos bo'ldi. Haqiqatdan mana shu masala bizni shu mustaqillik yillari davrimizdagi bosh musibatimiz ham bo'lgan, bosh ko'ngil xiraligimiz ham bo'lgan, ko'pgina musulmonlarning orasidagi noxushliklarga sabab bo'lgan masala. Mazhabni ahamiyatini tushunib yetmaslik, mazhabga qarshi bo'lishlik, odamlarni o'zini bilgan narsasiga chaqirib, faromush qilib turlik noqulay holatlar chiqarib kelish masalasi. Mazhab o'zi nima? Mazhab so'zi arabcha so'z bo'lib, ketar yo'l degani. Arablar zahaba fulanun desa falonchi ketdi degani bo'ladi. Ya'ni bir yuradigan yo'lni mazhab deyiladi. Ketish makoni. Ma'naviy ma'noda demak imomlardan bir imomni yoki oqimlardan bir oqimni dinni tutish bo'yicha ixtiyor qilgan yo'nalishini mazhab deyiladi. Siz bilan biz mo'min musulmonlarning amaliy hayotimizga bog'liq masalalarni tartibga solib, bir yo'lga tizib berilgan demak ma'naviy yo'nalishlarni fiqhiy mazhablar deyiladi. Bu mazhablarning kelib chiqishi islomni dastlabki bosqichlariga borib taqaladi. Ma'lumki Alloh subhanahu va taolo butun insoniyatni jaholat botqog'idan omonlik qirg'og'iga chiqarmoqchi bo'lganida, insoniyatni o'zining eng buyuk adoshuvidan keyin eng yorqin hidoyatga boshlashni iroda qilganida, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni payg'ambar qilib tanlab olib, u zotga o'zining oxirgi
va abadiy dasturi Qur'oni Karimni nozil qildi. Muhammad alayhisolatu vassalom Qur'oni Karimni dastur qilib olib, o'sha ilohiy kitob ta'limoti ostida o'zlari shaxsiy amallari bilan va muborak hadislari bilan insoniyatga yo'l ko'rsatishlari kerak edi. Ibodatda bo'lsin, muomalada bo'lsin, ruhiy tarbiyada bo'lsin, Qur'on qiroatida bo'lsin, hamma narsada u zoti va barakot yo'l ko'rsatishlari talab qilingan edi. Mana shu yerda hammalaringizni bir narsaga alohida e'tibor berishni men taklif qilaman. Alloh kitobni tushirib Qur'onni hamma o'zi o'qib, shunga amal qilib ketaversin desa bo'larmidi? Bo'lar edi. Qudrati yetar edi, lekin Alloh shuni iroda qilmadi. Kitobni tushirib, kitobni xalqqa ta'lim beradigan payg'ambarni tanlab qo'ydi. Ana, demak har kim Qur'onni o'qib o'zi amal qilib ketavermaydi. Qur'onni o'qib, payg'ambar alayhisolatu vassalom qanday ko'rsatsa shuni amal qilishi kerak. Demak, insoniyatga doim ustoz kerak, o'rgatuvchi kerak. Ana shu o'rgatuvchilar payg'ambarni alayhisolatu vassalomning merosxonlari, ulamolar bo'lib keyinchalik yuzaga chiqqanlar. Mana shu narsani katta ahamiyat bilan bilishimiz kerak. Alloh nima uchun Qur'onni tushirib, ey bandalarim, amal qilinglaring, mana meni kitobim demadi. Qur'onni bandalarining ichidan eng afzalini tanlab olib, o'sha zotga tushirib, u odamga buyurdi. Yetkiz meni kitobimni bandalarimga dedi. Ana hamma dinni barcha ta'limotlari, u namoz, ro'za kabi amaliy qism bo'lsin, yoki aqida, e'tiqod masalalari bo'lsin, yoki ruhiy tarbiya, insonni ruhiyatiga bog'liq narsalar bo'lsin, yoki Qur'onni qiroati bo'lsin, hammasini Rasululloh xalqlarga yetkazdilar. Alloh subhanahu va taolo hikmatli zot. Har bir narsani faqat hikmat bilan qiladi. U zotning hikmatining chegarasi yo'q. Millionlab yil keyin keladigan hodisalarni ham biladi va uni ham oldindan bilib, ilojini, chorasini ko'rib qo'yadi. Ana shu ma'noda Qur'onni Alloh nozil qildi. Faqat Makka, Madina atrofidagi sahrodagi yashovchilar odamlarga moslab emas, butun dunyoga, butun zamonlar, butun makonlarga layoqatli qilib nozil qildi. Rasul akram alayhisolatu vassalom o'sha Qur'onni xaloyiqqa yetkazishda, o'zlarining hadislarida, shariatning ahkomlarida hammasida mana shu omillik, shomillik, hamma narsani qamrab olishni, demak, Alloh taoloning amri bilan yo'lga qo'ydilar. Rasul akram alayhisolatu vassalomni o'zlari tirik turgan chog'larida u kishining aytgan hadislarini yoki Qur'onni tilovatini yoki ma'nosini bilishni sahobalar ikki xil tushungan holatlari bor. Rasululloh ikkovlariga ham to'g'risan deganlar. Misol uchun bir safardan qaytganlarida, jangdan qaytganlarida Bani Qurayza degan bir yahudiylar xiyonat qilgani to'g'risida xabar keldida, tezda borish kerak bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hamma sahobalarga aytdilarki, bu yerda hech kim demak asr namozini Bani Qurayzada o'qishdan hech kim kech qolmasin dedilar. Ya'niki hamma borib asr namozini faqatgina Bani Qurayzada o'qisin degan ma'nodagi gapni aytdilar. Yo'l uzoq ketayotib ba'zi bir sahobalarning hayoliga keldilarki, Rasululloh alayhisolatu vassalom tez yurib borishni iroda qilib aytdilar. Asr vaqti kirib qoldi, hozir o'qib olsak bo'laveradi deb o'qishib oldi yo'lda. Haligi joyga yetib bormasdan. Boshqa sahobalar aytdilarki, Rasululloh o'sha yerda o'qinglar dedilar. Bu yoqqa borib o'qiymiz deb, bu yoqqa borib o'qishdi. Bir guruh yo'lda o'qidi, bir guruh o'sha makonda o'qidi. Rasulullohga borib shunaqa bo'ldi, qaysi biri to'g'ri dedilar, ikkovlari ham to'g'ri dedilar. Hazrati Umar bir kuni qarasalar, Hishom degan odam Qur'on o'qiyapti, boshqacha. Rasululloh bu kishi Hazrati Umarga o'qigandan boshqacha o'qiyapti. Shart borib yoqasidan ushadilarda, "Jur hozir ketdik" deb Rasulullohning oldiga sudrab oldilar. Nima bo'ldi? dedilar. "Mana u men hozir bir surani o'qiyotganini eshitdim, menga o'qitganingizdan boshqacha o'qiyapti. Qo'yib yubor yoqasini. O'qi Hishom." U odam xuddi haligi Hazrati Umar eshitganday qilib o'qidi. Xuddi shunday nozil bo'lgan edi. "Sen o'qi Umar" dedilar. Hazrati Umar Rasululloh
o'zlariga o'rgatgandek o'qigan edi, saniki ham to'g'ri, xuddi shunday nozil bo'lgan. Bitta oyat, bitta sura. Ana, demak insonlar har xil. Hali Arabistondan islom chiqqani yo'q, lekin Alloh biladi, chiqadi. Arab emaslar kiradi, boshqalar kiradi, dunyoga tarqaladi. Hammani tabiati har xil. Hammani imkoniyati har xil, tushunishi har xil. Bitta narsaga bog'lab qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun Allohning dini keng, hamma narsani qamrab olgan. Barcha zamonlarga va makonlarga va insonlarga nima to'g'ri keladigan din. Ana shu tarzda Allohning rasulidan sahobai kiromlar Qur'oni Karimni, shariat ahkomlarini, ruhiy tarbiyani, aqida masalalarini hammasini qabul qilib oldilar. Bizning dinimiz asosan 3 ga taqsimlanadi. E'tiqod masalalari, fiqhiy amaliy masalalar va ruhiy ma'naviy ta'limotlar. O'sha aqidani aqida ilmi deyiladi. Shariat amallarini fiqh ilmi deyiladi. Ana u ruhiy tarbiyani tasavvuf deyiladi. Bunga qiroati Qur'onni men qo'shyapman o'zim. Qiroatni ham nima sahobalar nimadan olgan? Rasul akram alayhisolatu vassalomdan olganlar. Sahobalarning davrini o'zida ilmlik sahobalar, katta sahobalarga ergashib o'sha kishining gapini qilib, boshqalarga ham mana shu masalada Hazrati Oysha bundoq dedilar, Ibn Mas'ud bundoq dedi, Ibn Abbos bundoq dedi deb gapirib yurgan odamlar bo'ldi. Ya'ni mazhablarning shakllanishi sahobalarning davridagina paydo bo'lgan edi. Keyinroq sekin-sekin o'tib kelib sahobalardan keyin tobiinlarning vaqti bo'ldi. Ulardan keyingi avlod kelganda endi odamlarni musulmonlarning ichida arabidan ko'payib ketdi. Arabmas xalqlar musulmon bo'ldi. Ularning ko'pi Qur'onni o'zini o'qib tushuna olmaydi, hadislarni tushuna olmaydi, masalalarni o'zi hal qila olmaydi arablar ham. Ana shunda yana keyin bilimli odamlar sekin-sekin odamlarga o'rgatishni boshlashdi. Aytib, tushuntirib, qoidalarni qilib, o'shalarning ichida shogirdi ko'paygan, u kishini masalasidan bahramand bo'lib aytganini qiladigan bo'lganlar sekin-sekin ajrab chiqib katta mujtahid ulamolar yuzaga keldi. Ana o'shalarning amalini, o'shalarni demak qoidasiga asosan Qur'onni tushunib, sunnatni tushunib, amalini qilganlar men palonchini mazhabidaman deyishni boshladi. Shuna qilib asta-sekin fiqhiy mazhablar yuzaga keldi. Bu tabiiy holat. Bor narsa. Bu xuddi shundayki Alloh subhanahu va taolo bandalarini demak to'g'ri yo'lga boshlash uchun din tushirdi. Dinni joriy qildi. Shu dinga amal qilib ular Allohga erishishlari kerak. Allohning roziligini topishlari kerak. Demak bandalar to'g'ri yo'ldan yurib Allohning dargohiga yetishlari kerak. Bu keng yo'l, katta yo'l, to'g'ri yo'l. Lekin birov o'ng tarafdan yuradi, birov chap tarafdan yuradi, birov o'rtasidan yuradi. Mazhablar xuddi shunday gap. Bitta narsani shoxobchalari. Odamlarga vaziyatga qarab osonlashtirish, tushunishli yo'li uslubini o'rgatish kabi holatlar bo'ldi. Ana o'shunday qilib mujtahid ulamolardan Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofi'i, Imom Ahmad ibn Hanbal to'rttalari demak mashhur bo'lib ketdilar. Bularga o'xshagan yana boshqa azizlar bor edi. Sufyon as-Savri, Hasan al-Basri, Abdurrahmon Avzoiy deganlar. Ularni shogirdlari kamligidan ishlari yurmay qoldida, sekin-sekin ularni fiqhlari esdan chiqdi. Mana bu 4 ta ulug' imomni fiqhi butun islom olami bo'yicha tarqadi. Hamma shu narsani ushadi, birlashdi. Hammasi bir-birini hurmat qiladi to'rovi. To'rovi imom o'zlari ham bir-birini hurmat qilganlar. Orqasidan ergashganlar ham bir-birini nihoyatda hurmat qilgan. Hattoki bir-biriga kelishmovchiliklar bo'lsa, odob bilan aytilgan. Shuning uchun bizi adabiyotimizda adabul ixtilof odobi degan asosiy yo'nalish bor. Birovga ozor berish yo'q, hurmat bilan gapiriladi. Ana mana shu narsalar mazhab bo'ldi, mazhabni xalq tutdi, hozirgacha tutib kelmoqda. Endi bugun ba'zi bir odamlar chiqdiki, bu yo'q, biz o'zimiz Qur'ondan olamiz, o'zimiz hadisdan olamiz. Bu mazhablar buzuq narsa, Abu Hanifa falon, piston deb so'kishgacha borishyapti hozir.
dinni qabul qilish faqat shu fiqhda emas, aqida masalalarida ham. Allohga e'tiqod qanday bo'ladi? Allohning sifatlarini qanday taniladi? Farishtalarga e'tiqod qanday bo'ladi? Oxirat kuniga e'tiqod qanday bo'ladi? Qazoyi qadarga e'tiqod qanday bo'ladi? Hammasi buyuk masalalar. Amaliyot, namoz har kuni o'qilgani uchun, roza bir yilda bir marta tutilganligi uchun odamlar fiqhga berilib ketib, aqida masalalari birov aqidada ham ixtilof qilarmidi deb qarovsiz qolgan. Muddat o'tgandan keyin aqidada tumtaraqaylik boshlandi. Mu'tazili degan chiqdi, qadariylar chiqdi, jahmiyalar chiqdi, balolar, battarlar, musulmon olami aqida masalasida alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Keyin ulamolar tushundiki, buni bir boshini ushamasak bo'lmaydi ekan deb, musulmon olamining mashriqida Imomi al-Maturidiy, bizni buyuk bobomiz, Samarqandlik imom aqida masalalarini yig'ib, ahli sunna va jamoa, musulmonlarning asosiy jamoasining aqidasi mana budir deb yiqqan o'sha eski Rasulullohdan olingan nimalarni hammasini xalqqa tartibga solib taqdim qildilar. Musulmon olamining g'arbiy tarafida Imomi Ash'ari xuddi shu ishni qildilar. Imom al-Maturidiy, Imomi Ash'ari chiqib imomlik qilib xalqni aqidada birlashtirgancha bo'lgan vaqtida hamma tumtaraqay qirpichoq urush janjal edi. Ikkovlari chiqib belni mahkam bog'lab haqiqatni aytganda, bu ikki imomning atrofiga tafsirchilar ham kelib qo'shildi, muhaddislar ham kelib qo'shildi, faqihlar ham kelib qo'shilib, hammasi barakansizlar, barakalloh biz ham sizlar bilanmiz deb haligi buzg'unchilarning boshiga urishgan ekan hammasini. Musulmon ummati birlashdi. Haqiqatda ikkita imomimiz bor. Imomi al-Maturidiy va Imomi Ash'ari. Biz hammamiz al-Maturidiylarmiz. Ana shu Samarqandda tug'ilib, o'sib, o'sha yerda vafot etgan buyuk bobomiz ahli sunnani, demak, aqida bo'yicha buyuk imomi hisoblanadi. U kishini butun dunyo ahli sunna va jamoa aqidasini tuzatuvchisi, to'g'rilovchisi deb tan olgan. Hidoyat imomi deydi. Buyuk alloma deydi. Ana bu kishining kitoblarini hamma o'qib aqidada birlashdi. Haligi janjal to'polonlar hammasi yo'qoldi, tinchidi. Ana mazhablarning ahamiyati shu. 4 ta fiqhiy mazhabni ushlab amalda hammasi birlashuvdi. Endi aqidada ham musulmon ummati birlashdi. Ixtilofchilarning boshiga uradigan bo'ldi. Mana biz aqidamiz mana bu deb aytadigan bo'lishdi. Endi ruhiy tarbiya, namoz o'qiganda qalbni qanday tutadi, odob, axloq masalalarini tariqat mashoyixlari yo'lga qo'yishdi. Ular ham Rasulullohdan, sahobalardan, tobiinlardan, tabi'at tobiinlardan rivoyat bilan sanadlari bor. Mana biza Naqshbandiya nimamizni, tariqatimizni sanadi bor, Hazrat Aliga taqaladi. Hazrat Ali Rasulullohdan olganlar. U osmondan olgan emas. Hammasi Rasulullohdan kelgan. Mana Naqshbandiya tariqati, Qodiriya tariqati, yana boshqa tariqatlar ham ruhiy tarbiya ma'nosidagi ilmda musulmon ummatini birlashtirdi. Hammasi bir-birini hurmat qiladi. Hammasi o'sha imomidan olgan ta'limotga amal qiladi. Qur'on ta'limotiga, sunnat ta'limotiga amal qiladi. Bu narsalarning eng tushunarlisi Qur'on qiroati. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni nozil qilganda Jibril alayhisalom Rasulullohga o'qib berganlar. Rasululloh yodlab olib keyin ummatga o'qib berganlar. Ana shu ummatni qarisi bor, ayoli bor, erkagi bor, tili qotib qolgani bor, tili yumshog'i bor, arabi bor, arabi emasni bor. Shularning e'tiboridan qiroatda ham o'sha narsalarning rioyasi bo'lgan. Rasululloh o'qib berganlarida haligi aytgan gap, Hazrati Umar bilan Hishom radhiyallohu anhu ning voqeasi. Ikkita arab, Rasulullohning eng yaqin odamlari, lekin bitta surani ikki xil o'qishyapti. Birini o'qigandan keyin siz bilmay qolgan ekan, orada ixtilof chiqdi. Kelishuvda Rasululloh ikkoviga ham o'qitib ko'rib, ikkoviniki ham to'g'ri dedi. Ikkovi ikki xil o'qiyapti. Talaffuzi har xil. Ikkoviniki ham to'g'ri dedi. Xuddi shunaqa bo'lib, keyinroq qiroatdan ham imomlar chiqqan. Biz hozir qiladigan Qur'onni qiroati, mana qorilarimiz o'qiydi, hammamiz o'qiyapmiz. Qiroati Hafs an Asim. Asim degan imomni Hafs rivoyat qilgan qiroatini o'qiydi. Hozir butun dunyo shuni o'qiydi. Faqat Mag'rib, Arabiston mag'ribida, Liviya, Tunis, o'sha taraflarda
Qolunning qiroati bor. Hozir ham bor, kitoblari bor, qiroatlari bor. Ana bular ham 7 ta imom bo'lishgan. Shulardan ikkitasi qoldi. Imom Hafsni Osimdan qilgan rivoyati, Qolunni Varshdan qilgan rivoyati qoldi. Qorilar o'sha 7 qiroatni o'rganishadi ilm uchun. Lekin xalq amal qilib kelayotgani haligi 2 qiroat. Shu ham Rasulullohdan olingan, sahobalarga o'tgan, tobiinlarga o'tgan, avloddan avlodga o'tib bizgacha yetib kelgan. Biz ham bolalarimizni shunga o'rgatyapmiz. Mana shu qiroat ham musulmon ummatini birlashtirib turibdi. Demak, fiqhiy mazhablar ham, aqidaviy mazhablar ham, tariqatlar ham, qiroatlar ham musulmon ummatini birlashtirish, ixtilofga tushmasligini asosiy boislaridan bo'lib xizmat qilib kelgan. Bugunga kelib mazhabni tan olmayotganlar, bemazhablik qilayotganlar tamoman mana shu demak birlashtirishni teskarisiga ish qilishyapti. O'zinglar hammanglar agar biladigan bo'lsanglar, mana shu bemazhablar chiqmaguncha bizni xalqimiz ichida dinda hech qanaqa ixtilof bo'lmagan. Shular kelib chiqarishdi. Boshqa dunyoning qayeriga borsangiz, qayerda bemazhab bo'lsa musulmonning ichida ixtilof bor. Mazhabini tutib yurganlarning ichida ixtilof yo'q. Ana bu ixtiloflar hammasi baraka, yaxshilik, bir-birini hurmat qilgan holda, bir-birini tan olgan holda, bir-birini ehtirom qilgan holda har kim o'zini mazhabini ushlash juda go'zal ish. Bu bag'rikenglik, bu ehtirom, bu nihoyatda go'zal narsa. Ana bizda mana shunga ruxsat bor. Lekin musulmon o'laroq bir-birini kofirga chiqarishga, fosiqqa chiqarishga, fojirga chiqarishga, noto'g'risan deyishga haqqi yo'q. Holbuki bemazhablar shuni qilishyapti. Bugungi kunda shuni qilishyapti. Abu Hanifani so'kishyapti, Imom Malikni so'kishyapti, Imom Ahmad ibn Hanbalni, Imom Shofiyni so'kishyapti. Ash'ariylar ahli sunnatdan emas deyishyapti. Maturidi ahli sunnatdan emas deyishyapti. Ana ixtilof. O'zidan boshqani kofir deyishyapti. Bu mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Men bir narsa juda mana shu masalalar bo'lsa doim esimga keladi. Avvalgi bu Sovet ittifoqi bor vaqtida Moskvada turli dinlarni vakillarini to'plab majlislar qilinar edi. O'sha hukumatning siyosatini qo'llab, tinchlik bu ma'nolarida. Hozirgi Rus pravoslav cherkovining patriarx Kirill u vaqtida yosh odam edi, metropolit edi. Rus pravoslav cherkovining tashqi ishlar bo'yicha idorasining mudiri edi. Shunaqa xalqaro ishlarni o'sha boshqarar edi. Men musulmonlar tarafidan borib dunyodagi barcha dinlardan odam chaqiriladi. Kelgandan keyin yakunlovchi demak bayonot bo'lish kerak, shuni matni oldindan tuziladi. Falon kuni, falon joyda mana u salloha ostida ilmiy anjuman bo'lib o'tdi. Unda quyidagilar qatnashdi deb turib, musulmonlar, yahudiylar deb turib, Rus pravoslav cherkovi, Gruziya katolik cherkovi, falon cherkov deb yarim bet, bir bet bo'lib ketadi. Cherkovlarni sanaveradi. Keyin bir hikmatim aytdimki, sizlar nima buni qilasizlar? Bunaqa qilib uzun qilgandan ko'ra mana musulmonlar deyapsizlar, xristianlar deb qo'yaveringlar. Bizda ham mazhablar bor, biz mazhabimizni aytmayapmiz u. Sizlar bo'lsa hammasini sanaysizlar, bu ortiq varaq oladi, joy oladi, otlarni hammasini sanab chiqish nima keragi bor? Deb bir kuni qattiq turib oldim. Keyin majbur bo'ldi-da, o'sha metropolit Kirill aytdi. Muhtaram shayx, men sizga endi aytmasam bo'lmas ekan. Sizlar mazhabiylar bilan kelib bitta musulmon degan nomga hammanglar ko'nasizlar, bu sizlarning baxtinglar. Sizlardaqa dunyoda baxtli odamlar yo'q. Lekin biz mana o'zimizni aytmasak bir-birimizni tan olmaymiz biz. Bizda har cherkov o'zini tan oladi, boshqasini kofir deb biladi dedi. Agar biz shu yerga kelib hammamiz xristian deb ketsak, bizni qavmimiz bizni qabul qilmaydi borsak. Nimaga Rus pravoslav cherkovi demading? Deydi. Uni biz aytmasak bo'lmaydi. Sizlar musulmonlar deb hammalaringiz birga o'tiribsizlar, bu sizlarning baxtinglar. Bir-biringlarni kofir demaysizlar sizlar. Biz aytamiz. Shuning uchun biz mana shunga mahkam turib olamiz dedi. Ana gap qayerda? Hozir o'sha musulmonlarni kofir deyotgan o'zini
yaxshi bilayotganlar, bemazhablar bir o'ylab qo'ysin, qayoqqa qarashib ketyapti. Iymoni bor, e'tiqodi bor odamni kofir deyishyapti. Oddiy odamni emas, butun musulmon ummatining imomlarini aytishyapti. Imom Ash'ariyni, Imom Al-Maturidiyni, Imom Abu Hanifani so'kishyapti. Biz mana shulardan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mazhabni haqiqatini tushunishimiz kerak. Men juda qisqacha qilib aytyapman hozir. Avvallar imkonimiz bo'lmadi, chunki ular ig'voni ko'tardi, har bir gapiga javob berish kerak bo'ldi. Ominni ovoz chiqarib aytamiz dedi, uni ovoz chiqarmay ham aytsa bo'lishini isbotlash kerak bo'ldi. O'qilamiz dedi, yo'q bunisi to'g'ri, mana o'si bizda mazhabimizda bo'ldi, buni ham aytishga to'g'ri kerak bo'ldi. Oxiri men ixtiloflar haqida degan bir kichkina kitobcha yozdim. Shuni o'qigan odamlar menga telefon qildi, oldimga keldi. O'zini tushunchasini aytyapti. Shuni oldinroq chiqarsangiz bo'lmasmidi? Shuncha gaplar bo'lmasdi. Hammasi bor ekan u bu. Bir tarafdan tashakkur ham bor, bir tarafdan nima? Noshukrlik, albatta menga nima deydi? Tanqid gapi ham bor. Kech qolding chiqarishdi degan. Undan keyin yana yangi ixtiloflarni chiqarishdi. Hozir ularni hammasini to'plab, ixtiloflar, sabablar, yechimlar degan katta kitob bo'ldi. Chiqdi, xalq o'qidi, alhamdulillah tushundi. Hozir ruschaga tarjima qilib chiqaruvdik, Rossiyani har tarafidan telefon bo'lyapti. Shu kitoblarni qayerdan topamiz deb. Endi mana hozirgiga o'xshab ilmiy ravishda mazhab nima? Haqiqati nima? Qayerdan chiqqan? Qayerga boradi? Ana o'ylab ko'rsak, islomiy mazhablar doimiy ravishda musulmon ummatini birligi uchun xizmat qilib kelganligini aniqlab yetishamiz. Men bu borada ham bitta kitobcha yozib qo'ydim. Duo qilib turasizlar, biroz to'latishlar kiritib yaqinda nashr qilamiz. Mana shu gaplar o'sha kitobdan olingan iqtiboslar. Shuning uchun hammaga tushunarli bo'lishini aytamizki, hammamiz shu mazhab tushunchasini yaxshi tushunaylik. Ana undaqa gap tarqatganlarning gapiga kirmaylik, ularni ig'vosiga uchmaylik. Hammasini islomni to'g'ri qabul qilgan avlodni sulolasi ekanligimizni bilib, o'sha buyuk imomlarimizni hurmati, Rasulullohning merosxo'rlarini hurmatini qilish, mana shu ishlarni hammasini joyiga qo'yishda demak yakdil bo'lishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak, ma'rifatli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini diniga xolis bir e'tiqod qilib, amal qilib, mazhablarimizni hurmat qilib, barcha mo'min musulmonlarni aziz birodarlarimiz bilib, yaxshi bir hayot kechirib o'tishimizni nasib etsin. O'zining diniga amal qilishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Turli ixtiloflardan, kelishmovchiliklardan bizni o'zi saqlasin. Musulmon ummatini yakdil bo'lib, bir tan, bir jon bo'lib, birodar bo'lib, Allohning ibodatini qilib, bu dunyo va oxiratning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishda Alloh taoloning o'zi yordamchi bo'lsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا
لله رب العالمين. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Biz ojiz bandalaring ulug' Ramazon kechalaridan birida o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish ushbu Firdavs masjidida taroveh namozida xatmi Qur'ondan so'ng ojizona qo'llarimizni ko'tarib o'zing amr qilganingdek duo qilmoqdamiz. Sani o'zing bu duolarimizni o'zing va'da qilganingdek qabul aylagin. Alloh ulug' Ramazon kunida qilayotgan kunduzgi ro'za ibodatlarimizni dargohingda qabul aylagin. Qiyomat kunida tutgan ro'zalarimizni o'zimizga shafoatchi aylab qo'limizdan tutib jannatga yetaklab kirishini nasib etgin. Kechalari bedor bo'lib qilayotgan xatmi Qur'onlarimizni qabul aylagin. Qiyomatda Qur'onni bizga shafoatchi qilib qo'limizdan tutib jannatga olib kirishini nasib aylagin. Hozirgina o'qilgan tilovati Qur'on savobidan o'tgan barcha mo'min va mo'minotlarni bahramand aylagin. Xususan bizni aziz vatanimizdan o'tgan azizlarimizni barchalarini, ushbu dahadan o'tgan azizlarni hammalarini, Firdavs masjidini qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, uni qurganlardan, ibodat qilayotganlardan o'tgan azizlarini barchalarini jannatu Firdavsga kirishlarini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz. Bu masjidni tutib turgan muhtaram imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalilari, masjid hay'ati a'zolari va qavmlari barchalarini o'zing oila a'zolari, bola chaqalari, qavmi qarindosh, yoru do'st birodarlari bilan sog' salomat tinch omon qilgin. Turli balo ofatlardan, xavfu xatarlardan o'zing asragin. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergin. Doimo masjid xizmatida, din diyonat xizmatida, el yurt xizmatida bardavom bo'lib, o'zingni roziligingni topib ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh o'zingni Qur'oni azimsha'ningni taroveh namozida go'zal ravishda xalqimizga o'qib eshittirayotgan qorilarimizni o'zing zehnlarini yana o'tkir qilgin, hofizalarini yana ham baquvvat qilgin, Qur'onni yana ham yaxshi yodlab, yana ham yaxshi qiroat qilib, el yurt ichida, vatanda Qur'on nurini taratib borishlarini nasib etgin. O'zlarini sog' salomat tinch omon qilgin, barcha ishlarini ravon qilgin, ularni tug'ib katta qilgan, o'qitib qori qilgan ota-onalari va ustozlariga izzat tojini kiygizgan. Bularga o'xshagan qorilarimizni Alloh taolo yana soni va sifatlari ziyoda bo'lishini o'zing nasib etgin. Alloh hozirda o'zingga ojizona qo'llarini uzatib duo qilib turgan bu jamoatdagi azizlarni barchalarini, oila a'zolari, bola chaqalari, qavmi qarindosh, yoru do'stlari bilan sog' salomat tinch omon qilgin. Doimo siroti mustaqimda barqaror bo'lishlarini nasib etgin. Bu dunyoyu oxiratni baxtini, saodatini bergin. Parvardigoro, bu Ramazonni barakotidan foydalanib qolishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Bu ulug' va muborak oyni boshimizda sayobon qilgin. Ramazonni hurmatidan elimiz, yurtimiz, boshimiz ustidan rahmatingni yog'dirgin, mag'firatingni yog'dirgin. Bu oyda Parvardigoro ibodatlarni qilib o'zingni rahmatingga sazovor bo'lishimiz, mag'firatingga sazovor bo'lishimiz, do'zaxdan ozod bo'lishimizni o'zing nasib etgin. Alloh o'zingdan yolborib so'raymiz, barcha ishlarimizni o'ngidan keltirgin. Dinimiz, diyonatimizni to'g'ri o'rganib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Ulug' mazhab boshlarimiz, Imom al-Maturidi, Imom Ash'ari, fiqhiy mazhablarimizni peshvolari, Imom Abu Hanifa, Imom Malik, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanballarni, Parvardigoro, tasavvufdagi imomlarimiz, Imom Naqshband bo'lsin, Abdulqodir G'ijduvoniy bo'lsin, Abdulqodir Jiloniy bo'lsin, hammalarini, qiroatdagi imomlarimiz, Imom Hafs, Osim, Qolun va boshqalarini hammalarini Parvardigoro g'ariq rahmat shoistai jannat qilgin. Din diyonat uchun, millat uchun, mo'min musulmonlar uchun qilgan ilmiy ijtihodlarini, ajrini, savobini ko'paytirib borgin. Ularni ishlarini davom etayotgan ulamolarimizga, payg'ambarimizni merosxo'rlariga o'zing sabr bardosh bergin. Xalqqa
elga, yurtga dinimiz ta'limotlarini to'g'ri ravishda erishtirishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Bizlarni turli ixtiloflardan, kelishmovchiliklardan o'zing asragin. Doimo yor birodar bo'lib, tinchlikda, omonlikda o'zingni ibodatingni qilib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Azizlar, yana bir duo talablarimiz bor. Xususan bemorlarimiz bor. Alloh taolo ichimizda bemorlarimiz bor. Ularni barchalariga shifoyi komil bergin. Xususan mana Hindistonga borib bir jarohat amalini qilmoqchi bo'lgan yigitlarimiz bor ekan. Ularni bu amaliyotlarini yaxshi o'tishlarini, tezda sog'ayib, oilalari oldiga shodi xurram kelishlarini nasib etgan. Alloh mushkuli borlarni mushkulini oson qilgin. Musofiri borlarni musofirini hozir qilgin. Hojatmandlarni hojatini o'zing chiqargin. Torligi borlarni kenglikka chiqargin. Mushkuli borlarni oson qilgin. Barchani mehnatini samarasini mo'l-ko'l bo'lishini nasib etgin. Parvardigoro, barcha ishlarda o'zingning roziligini topib, ikki dunyoni baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishimizni nasib etgin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar